Naful aka, xuddi shunaqa futurak ochmoqchiman. Buni ichini oshxona jihozlari bilan to'ldirish menga qanchaga tushadi? Futureklarning razmeri har xil bo'ladi, katta kichiklarga qarab narxi chiqadi. Yaqinda biz как раз bittasiga yasab berdik, 8 metrlik edi. Yuring, ichini ko'rsataman. Hozir biz mana shu futurek ichida biz yaqinda bittasi yasab berdik, uzunligi 8 metr. Mana bu stol, mana akkurat standartni qilib berdik. Удобно ishlash uchun bu yoqqa stol razdachi, tashqariga beradigan razdachi. Mana bunaqa stollar ham yasab berdik. Eshiklari ko'payini suriladigan tortmalik eshiklar qilib berdik. Stoleshnichalari hamma stollarning stoleshnicasi tagida laminirованный LDSP turibdi, baquvvat bo'lish uchun, чтобы bemalol razdelka ishlash uchun. Mana xuddi mana shunaqa stol, тоже зеркальный variant. Bu yerda ham stol razdachi turibdi mana. Ko'ryapsizlar, joyi qanaqa удобный, nestandартный kichkina ixchamga qilib berdik. Bu shashlichniy zona. Bu yerda shashlich qilinadi, mangal qo'yiladi ustiga. Hali mangal tayyor bo'lmadi. Vычка mana biz yasab berdik тоже. Mana bu polukруглый bo'lgani bilan, avvalni bo'lgani bilan bari bizning ustalarimiz, spesiallarimiz polni mash podgonят qilib o'rnatib berdi vычкani. Ichida ventilyator bilan tortadigan bo'ladi. Shashlik pishirganda havo tutun bu yoqqa tarqalmaydi. Mana shu vычка tortib ketadi. Bu tomon bizda mana moyishni zona. Bu yerda posuda yuviladi, kir grazniy posuda kelsa, mana shu posuda moykalar yuvadi. Antka grazniy posuda taxlaydi, bu yuvib joyiga qo'yadi и ichiga mana narsalarni taxlaydi. Mana shunaqa moyishni zona. Bu yerda ham тоже mana avvalni ko'rib turibsizlar. No bizning ustalarimiz o'sha avvalga qarab polni podgonят qilib moslab berdi. Klientlarimiz polni ko'rib, qabul qilib, xursand bo'ldi, довольный bo'ldi. Mana shu futrek, mana 8 metrlik futrek, ichida mana 6 ta stol qo'yildi. Ikkita prostorak polkalik stol, ikkita stol mana ko'rib turibsizlar, yopiq polni закрытый, купейный, tortmalik, непростой stollar. Har bitta stoleshnicada усиленияsi bor, DSP dan qo'yilgan. Ham moyka, yonida stol stoleshnica тоже yopilgan и вытяжка qilingan, под mangал. Vычka ham тоже ichida kassetalari bor, yog' ushlaydigan kassetalar, ventilyatorlari bor, hammasi ustanovka bilan, montaj bilan shu futrek $2000 ga tushdi klientga. Klient xursand, довольный bo'ldi, rozi bo'ldi bizdan. Naful aka, xuddi shunaqa futurak ochmoqchi bo'lganlar kimga murojaat qilsa? Futrek agar kim ochadigan bo'lsalar, albatta mana bizning kompaniyamizga murojaat qilsalar, biz qabul qilib zakazni yasab beramiz.